hurmatli tomoshabinlar. Uzr, menga e'tibor bermanglar, R harfini ayta olmayman. Raketa randa umuman tilim kelishmaydi. Xullas, buyuk so'm top keting ko'rsatuvimizni boshladik. Bugungi mehmonimiz Sohyuzbek Yo'ziboyev. Buncha ism familiyangizda R ko'p, qiynalib ketdim. Misol uchun menda qarang, Shaxlanajonova. Sana meni familiyamga o'tgansan. Xullas, asabiylashmaymiz. Ko'rsatuvimizni boshladik. Birinchi savol. Tayyormisiz? Bolani kim dunyoga keltiradi? A. Tog'a. B. Amaki. D. Siz. S. Men. Ha? S. Voy, bu muncha qiyin bu savollar. Choyxonaga borishni xohlamayapsanmi? Tupoy, sanda. Bo'pti, baqirmang, keyingi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol. Bizni doim kim urushtirib qo'yadi? A. Oyjon. B. Opajon. D. Ovsinim. S. Hamma javob to'g'ri. Shahlo, ustimdan kulyapsanmi? Men sen bilan doim oyim bilan gaplashgandan keyin, opam bilan maslahatlashgandan keyin, o'zining menga gijir-gijir qilgandan keyin urushaman-ku. Vot, S javob to'g'ri. Shahlo, hali men to'g'ri javobni aytmadim. Uchinchi savolga o'tamiz. Demak, pulingizni kimga ko'p sarflaysiz? A. Singlingizga. B. Oyingizga. S. Bolalaringizga. D. O'rtoqlaringizga. Shahlo, bata to'g'ri javob yo'q. Nimaga to'g'ri javob bo'lmaydi? Qani sani varianting? Nimaga mani variantim bo'lish kerak ekan? Nimaman? Pulingizni o'zim uchun ishlatyapmanmi, ha? Xonsaroyda muhabbat shahri loyihasidan boshlang'ich to'lov 58 million to'lab, oyma-oy 4,9 ming so'mdan to'lab yuribman. Ha, o'zing sotib qo'ydingmi? Demak, pulimni sen sarflayotgan ekansan-da. Menga qara, men ko'rsatuvni ko'rganman. Normalniy savol bersang ber, bo'lmasa men hozir ketaman. Bo'pti, 4-savol. Baliq qayerda yashaydi? A. Cho'lda. B. Tog'da. D. G'orda. S. Inikida. Да, это аргумент веский.